ish protsessini tushuntirib bering, okeymi? Bu yerdan mana shu burchakdan domimiz boshlanadi. To bu burchakgacha T shaklida dom tushadi. 12 etaj bo'ladi. Buni balandligi hozirgi etapda D blok bilan V blokimizni ko'tarilyapti. Hozir shu -30 dan 0 gacha bo'lgan jarayonga chiqamiz. Keyin A bilan B blokimizni boshlaymiz. To buni 2 etaj ko'targanimizdan keyin Necha kvadrat maydonga tushyapti bu yerda hozir o'sha proyekt? Proyekt 1 gektarga yaqin bo'ldi. Qurilish obyektining o'zi 82 metrga bunaqasi 50 tor, u yoqdan 32,5 metr. Proyektda hozir menimcha 90% ish armatura to'qish jarayoni bilan bo'ldi, to'g'rimi? A500 marka davomimiz armaturani. Diametri 10 armatura. Loyiha bo'yicha planda berib ketadi, etajma etaj. Kamayishi mumkin. Misol, 0 etajda -0 dan 0 ga chiqish darajasida 25 li armatura qo'ygan deydi loyihada. 0 dan keyin tipovoy etajga chiqqanimizdan keyin 20 tali armatura. Shu kamayib ketaveradi. 18 tali armaturaga tushadi deydi. Armatura to'qib olindi. Keyingi etap apalga qo'yib, tepasidan beton qo'yamiz. Hozir bu podval etaji. Bu podval etaj, minus etaj. Minus etaj. -330 dan boshlaymiz, turu 1 gacha bo'lgan. O'zi asosan misol uchun nimalar ushlab turadi ustunlar? Armaturada mana shu kolonna DJM. DJM o'zi jo'stkisi bu. Diafragma jo'stkisi deyiladi. Mana shu narsa xuddi odamni suvega borku, et ichida. Shu suvega hisoblanadi bu. Tanani ushlab turadigan narsa. Mana bu yerda hozir apalka qo'yilyapti. Bu yadroviy zonamiz. Hozir orqasi yiqilayotgan saru qolipmi bu? Bu apalka qolip bu. Peridan olingan, yangi hamma narsa. Tepadan nasos bilan beton quyiladi. Betonni qotgandan keyin o'zini jarayoni bor. Laboratoriyamiz keladi. Tekshirib qotgandan keyin laboratoriya qotdi bo'ldi, beton markasi chiqdi degandan keyin apalkamiz qolib yechiladi. Betonni klassi bor-da, V klass, 7,5 klass deydi, 11 klass, 20 klass. Bu klassiga qarab markasi chiqib ko'radi. Loyihamizda 300 marka berganmizda 300 marka chiqdi degandan keyin biz qoliplarni yechamiz dedi. Shu betonni tekshirish, 300 markani tekshirish har bitta etajda bo'ladi. Bu narsa shunaqa bo'ladi. Har bitta etajda shu beton qo'yilayotgan paytda laboratoriyamiz keladi, beton markasini ko'radi. Shu markada kelyaptimi haqiqatda, o'shani ko'rib, o'shanga ruxsat beradi.